Assalomu alaykum. Bilishimcha, yakuniga yetib borayotgan haftada Andijon viloyati hokimi Xitoy davlatida bo'ldi. So'nggi yillarda O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi munosabatlarning yangi davri boshlandi. 21-asrning qudratli mamlakatlaridan sanalgan Xitoy bilan O'zbekiston o'rtasidagi siyosiy, iqtisodiy, savdo, ilm-fan va madaniy sohalarda o'zaro manfaatli hamkorlik rivojlanmoqda. Andijon viloyati hokimi boshchiligidagi delegatsiya Xitoy Xalq Respublikasida bo'lgani va bizning vakillar belgilangan tashrif dasturiga muvofiq qator sanoatlashgan hududlarda rasmiylar va yirik kompaniyalar rahbarlari bilan muzokaralar hamda qator ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazishi viloyat taraqqiyotida yangi sahifalarni ochib beradi. Keling, viloyat yetakchisi prezident topshirig'i asosida amalga oshirgan manfaatli tashrifga e'tibor qaratamiz. Dastlabki uchrashuv Xitoyning nomdor kompaniyasi rahbariyati bilan suv ta'minoti, oqova suvlarini tozalash, suv ekoturizmini tiklash, qattiq chiqindilarni qayta ishlash, adirliklarda suv chiqarib intensiv bog'lar yaratish bo'yicha muzokaralar bilan boshlandi. Natijada 200 million dollarlik kelishuvga erishildi. Bilishimcha, Andijon, Shinjon o'rtasida iqtisodiy hamkorlik kengayadi. Urumchi shahrida viloyat hokimi iqtisodiy hamkorlik bo'yicha bitimlarni imzoladi. Andijon viloyati Xitoyning Shinjon provinsiyasi bilan iqtisodiyot, madaniyat, turizm, ilm-fan sohalarida hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'ygan. Bu munosabatlar keyingi yillarda ancha rivojlandi bilishimcha. Shuningdek, Shuhratbek Abdurahmonov yana bir yirik kompaniya rahbari bilan uchrashdi. Muloqotda o'zaro manfaatli hamkorlikning amaliy jihatlari borasida so'z bordi. Xususan, Andijonda transformator ishlab chiqarish loyihasi bo'yicha muzokaralar 50 million dollarlik kelishuvga erishildi. Ikki mamlakat o'rtasidagi har tomonlama manfaatli hamkorlikni yanada kengaytirish, energetika tizimiga investitsiyalarni jalb qilish hamda yangi loyihalarni hayotga tatbiq etish singari bir qator muhim masalalar muhokama qilindi. Davom etamiz. Viloyat yetakchisi qiymati 20 million dollarlik 5 yulduzli mehmonxona savdo ko'ngilochar markazi barpo etish bo'yicha ishlab chiqilayotgan investitsion loyihani muhokama qildi. Shuningdek, Shuhratbek Abdurahmonov Xitoyning Shinjon Uyg'ur avtonom viloyatidagi Bayangol Mo'g'ul avtonom okrugi vakillari bilan ham uchrashdi. Muloqot chog'ida ko'plab yo'nalishlar, jumladan qishloq xo'jaligi sohasidagi hamkorlikni yanada kengaytirish bo'yicha kelishuvlarga erishildi. Mazkur uchrashuv ham ikki hudud vakillari o'rtasidagi uzviy muloqotning sermahsul kelishuvlarining natijasi sifatida tashkil etildi. Ma'lumki, iqtisodiyotning agrar sektorini modernizatsiya qilishda fan va texnologiyalar muhim o'rin tutadi. Ishlab chiqarishni axborotlashtirish va intellektuallashtirish tufayli qishloq xo'jaligiga agroinnovatsiyalarni joriy etish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash barobarida dehqonlar daromadi ortishiga ham xizmat qiladi. Uchrashuvlar davomida kelgusida Andijon viloyatida qilinishi kerak bo'lgan ishlar kelishib olinib, do'stlik memorandumi imzolandi. Yakuniga yetgan haftada Urumchida O'zbekiston-Xitoy iqtisodiy forumi bo'lib o'tdi. 30-aprel kuni mamlakatimiz delegatsiyasi tarkibida 250 dan ortiq yirik tadbirkorlar, shuningdek, Andijon, Toshkent, Farg'ona, Sirdaryo va Surxondaryo viloyatlari rahbarlari hamda vakillari ham Urumchiga tashrif buyurdi. Guanzhouda esa O'zbekiston-Xitoy biznes forumi bo'lib o'tdi. Unda Xitoy Xalq Respublikasining rasmiylari va 100 dan ziyod yirik kompaniya vakillari, investorlar ishtirok etdi. Tadbirda Xitoy va Andijonda o'tkazilgan ko'plab uchrashuv, muzokaralar xitoylik investorlarning viloyatimizga bo'lgan qiziqishini keskin ortgani qayd etildi. Forumning asosiy maqsadi iqtisodiy, ijtimoiy sohalardagi o'zgarishlar bilan tadbirkorlarni tanishtirish, ularni yangi investitsiya loyihalariga jalb qilish, O'zbekiston-Xitoy o'rtasidagi savdo aloqalarini yanada jadallashtirishdan
iborat bo'ldi bilishimcha. Bilishimcha endi import mebellar Andijon viloyatida ishlab chiqariladi. Viloyat yetakchisi Oltinko'l tumanida joylashgan Andijon mebel markazida raqobatbardosh zamonaviy mebel jihozlari ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish va yana qator yo'nalishlarda hamkorlik qilish istiqbollarini muhokama qildi. Xitoylik investorlar ushbu yo'nalish bo'yicha hamkorlik qilish hamda viloyatga investitsiya kiritish istagi borligini bildirdilar. Uchrashuv yakunida viloyat hokimligi hamda ushbu ikki kompaniyalar o'rtasida qiymati 10 million dollarlik shartnoma imzolandi. Mamlakatimiz sanoatida avtomobilsozlikning ulushi 10% ni tashkil etadi. Avtomobil ishlab chiqarish hajmi ham yildan yilga ortmoqda. Xususan, bugungi kunda 1400 turdagi butlovchi qismlar mahalliylashtirilgan. Xorijiy hamkorlar bilan kelishilib, qo'shimcha quvvatlar qurilmoqda. Talab bor joyda taklifning bo'lishi muhim. Viloyat hokimi Xitoy avtomobilsozlik sanoatida yuqori texnologik ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi yana bir kompaniya mas'ullari bilan muzokaralar o'tkazdi. Tadbirkorlarning jamoasi 80 gektar yer maydonining har gektariga 6 million dollardan investitsiya kiritish sharti bilan loyihalarni amalga oshirish harakatida ekanligini bildirdi. Muloqot davomida loyihaviy takliflarning amalga oshirish imkoniyatini o'rganib chiqildi. Yana bir yangilik, logistika va sanoat sohalarida hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yish masalalari. Xo'jaobod tumanining 100 gektar maydonida amalga oshiriladigan loyihaga 2 yil muddatda 300 million dollar investitsiya kiritish taklifi ko'rib chiqildi. Shuningdek, sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish bo'yicha ushbu yirik kelishuvlarga erishildi. Davom etamiz. Mavzudan uzoqlashmaymiz. Ipak yo'li erkin iqtisodiy zonasi davlatimiz rahbarining o'tgan yili 15-16 fevral kunlari Andijon viloyatiga tashrifi davomida berilgan topshiriqlari asosidagi yangi mega loyiha bo'ldi. Andijon viloyatida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini ko'paytirish, mahalliy xomashyo resurslarini qayta ishlash, import o'rnini bosuvchi eksport bozorlarida raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarish jarayonini to'liq yo'lga qo'yish, qulay investitsiya muhitini yaratish, yuqori texnologiyali va zamonaviy investitsiya loyihalarini amalga oshirish ko'zda tutilgan. Ipak yo'li erkin iqtisodiy zona tashkil qilish bo'yicha Xitoy investorlar uchun 218 gektar maydon ajratilgan. Mana hozirgi kungacha 10 ta loyiha 72 gektarga joylashtirilgan bo'lib, bunda 411 million dollar xorijiy investitsiya jalb qilindi. 3100 nafar ishchi yangi ish o'rni yaratilish rejalashtirilgan. Xitoy investorimiz tomonidan Chinabaoli korxonasi tashkil qilinib, 200 million dollar loyiha qiymati, 400 nafar ishchi o'rin yaratiladi. Bu yerda skuter ishlab chiqarish, metal konstruksiya, alyumiy profillar ishlab chiqarish loyihalarimiz tashkil qiladi. Bu yerda yana bitta katta loyihamiz bor. Qalampirni qayta ishlash loyihamiz bor. 20 million dollar loyiha qiymati, 100 nafar ishchi o'rin bilan hozir birinchi etapimiz ishga tushgan. 80 nafar ishsizlarni ish bilan ta'minlaganmiz. Shu qalampirni qayta ishlash zavodida Ispaniya davlatiga eksport qilishni ham boshlaganmiz. Shu kungacha 1 million dollarga yaqin eksport bajarildi. Yevropa davlatlariga qo'shimcha shartnomalar qilib yetkazib berish davom etilyapti. Shuningdek, Lomping Beraka deb loyihamiz bor. Xitoy investor. Bu yerda ham 4 gektar maydonimizga 9,5 million dollar loyiha qiymati, 100 nafar ishchi o'rin bilan ta'minlanadi. Asosan mahalliyga chigit, shola urug'i, makka urug'lari yetkazib berish bo'yicha mahalliydan ortinib 20% eksportga yo'naltiriladi. Bu yerda eng katta loyihamiz bor. Mana prezidentimiz tashabbusi bilan mini GES ishlab chiqarish katta loyihamiz bor. Bu yerda hozir mana qishloqlarda kanallar bor. Kanallarga o'rnatadigan mini GES ishlab chiqarish, yashil energiya imkoniyatlari oshirib borilmoqda. Shu talab ham ko'p. Bu bois loyihamizda hozir bu yerda 20 million dollar loyiha
nima qilingan 200 nafar o'rin yaratiladi. Mahalliydan tashqari qo'shni davlatlarga eksportimiz ham bor. Davlat tomonidan kommunikatsiya bilan ta'minlangan elektr, gaz, suv, bu yerda erkin iqtisodiy zonani imtiyozlari yer solig'idan, mulk solig'idan, suv solig'idan, ishlab chiqarish boshlangandan keyin foyda solig'idan ham imtiyozlarimiz bor. Import qilib olib kiradigan dastgoh uskunalarimiz, boshqa turdagi materiallardan ham imtiyozlarimiz bor. Shu kungacha 10 ta loyiha joylashtirilib, qurilish jarayoni olib borilmoqda. 10 ta loyihamizdan 6 tasi yil yakuni bilan 100% quvvatda ishga tushishi rejalashtirilgan. Shu kunga qadar erkin iqtisodiy zona hududining 72.9 gektar yer maydonlarida umumiy qiymati 404.4 million dollarlik 3050 ta yangi ish o'rinlari yaratish yuzasidan 11 ta loyiha bo'yicha auksion savdolari orqali investitsiya bitimlari rasmiylashtirildi. Bugungi kunda ushbu loyihalarda loyiha smeta hujjatlariga muvofiq qurilish pudrat ishlari amalga oshirilmoqda. 萨拉马雷克，你好，我们是中国浙江金能机电实业有限公司的。 Biz o'tgan yildan boshlab Andijon viloyatiga investitsiya kiritishni boshladik. Bu joyda hozirgi kunga qadar 9 ta gidroelektrostansiyalarini tashkil qilishni amalga oshirmoqdamiz. O'tgan oyda Marhamat tumanida 4,5 megavatli loyihani ishga tushirdik. Qolgan loyihalarimizda ham jadal ravishda qurilish ishlari davom etmoqda. Bularni ham keyingi 3 oy davomida foydalanishga topshiramiz. Bu bilan aholini elektr energiyasiga bo'lgan talabini ozmi ko'pmi qoplaymiz. Bu bilan nima demoqchiman? Ikki davlat rahbarlari o'rtasidagi o'zaro sheriklik, do'stlik va savdo-iqtisodiy sohalardagi aloqalarning mustahkamlanib borishi mana shunday sog'lom investitsiya muhitini yaratishga sabab bo'lyapti. Andijon viloyatida ham biz ushbu yirik loyihani ishga tushirish arafasidamiz. Bu joyda bizga yer ajratib berildi. Mahalliy va eksport gidroelektrostansiyalar uchun kerakli bo'lgan qismlar, elektronika, kontroller, uskuna dastgohlarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchimiz. Hozirda Toshkent viloyatida gidroenergiya tashkiloti bilan hamkorlikda dastgoh uskunalarni ishlab chiqarish loyihasini ham ishga tushiramiz. 电气设备还有一些很小的这个水利站的一些装备。 Bugungi kunda Ipak yo'li erkin iqtisodiy zonasi hududida yaratilgan keng imkoniyatlarni targ'ib qilish qolgan 128.1 gektar hududga Xitoy Xalq Respublikasidan investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha Andijon viloyat hokimligi hamda erkin iqtisodiy zona direksiyasi tomonidan xorijiy investor va yirik nufuzli kompaniyalar bilan uchrashuv va muzokaralar tashkil etilmoqda. Bir so'z bilan aytganda, yangi imkoniyatlar va tadbirkorlar, sarmoyadorlar uchun berilayotgan imtiyozlar eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarish va yangi ish o'rinlari tashkil etishda muhim o'rin tutmoqda. Mamlakatimizning barcha hududlarida bo'lgani kabi Andijon viloyatining qator mahallalarida ham mahalla fuqarolar yig'ini raisi saylovlariga start berildi. O'zbekiston Respublikasining fuqarolar yig'ini raisi saylovi to'g'risidagi qonuni hamda joriy yil 11 fevralda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonuniga asosan yuqoridagi qonunga kiritilgan o'zgartirishlar asosida o'tkazilgan saylov jarayonlari yuqori saviyada tashkil etilmoqda. Andijon shahridagi Pistamozor mahalla fuqarolar yig'ini saylovchilari ham hududdagi saylov o'tkazuvchi manzilga jam bo'lishdi. Hamjihatlik, birdamlik va yakdillik tadbiridan ko'rish mumkinki, hududda istiqomat qilayotgan 2600 dan ziyod aholining 1500 nafar saylovchilaridan 225 nafari ushbu muhim siyosiy jarayonda qatnashish va mahallaga munosib nomzodni yetakchi qilib saylash tashabbusida keldilar bilishimcha. Aytish mumkin, bugun mahalla raisi avvalgidek faqat ma'lumotnoma yozib berib o'tiradigan odam emas. Mahalla yettiligi, katta jamoani xalqni rozi qilish yo'lida boshini qovushtirib ishlaydigan tashabbuskor, o'z hududining o'ziga xos jihatlarini, odamlarning kayfiyatini boshqara oladigan shaxs, islohotlarning samaradorligini eng quyi bo'g'indagi ijrosini ta'minlaydigan, mas'uliyatni zimmasiga oladigan lider bo'lish kerak. Pistamozor mahallasi uchun tayinlanadigan 3 nafar nomzodlar ham
kelgusi 5 yilda amalga oshirilishi ko'zda tutilgan loyihalari, rejalari bilan tanishtirib o'tdilar. Uchalasi ham o'zini ko'rsatgan rejalarida 5 yillik qiladigan ishida ko'rsatgan rejalarni aytib o'tishdi. Yoshlarga yordam, kambag'alchilikni oldini olish, taraqqiyot yo'lida olib borilayotgan ishlarda, ilmda, har xil sohalarda rivojlantirishga va'da berishdi. Demak, bu narsani mahallani rivojlantirishda, obodonlashtirishda shunaqa va'dalarni ko'p berishdi. Endi shu narsani biz ham fuqarolar talab darajasida qo'shishimiz kerak. O'zbekiston Respublikasining fuqarolar yig'ini raisi saylovi to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalarga muvofiq endilikda mahalla fuqarolar yig'ini raisining vakolat muddati 5 yilga o'zgartirildi. Demak, endi yangi rais mamlakatdagi islohotlarga hamohang tarzda hududni obod qilish, mahallani kambag'allikdan, ishsizlik va jinoyatdan xoli hududga aylantirish yettilik bilan birgalikda yangi tashabbuslarni harakatga keltirishga kirishadi. Saylov bo'yicha qonunda ko'rsatilgan tartibda qat'iy ravishda tashkil etildi. Avval rayosat a'zolarini belgiladik, rayosat kotibini belgiladik, reglamentni belgiladik, sanok komissiyasini belgiladik. Nomzodlarga so'z berdik. Nomzodlar aholini qiziqtirgan savollarga javob berdi va har bir fuqaro demak o'zini fuqarolik o'sha saylov bo'yicha huquqlaridan to'liq foydalangan holda o'zining erkin ovozini yopiq ovoz berish usuli bilan demak namoyish etishdi, ko'rsatishdi. Mahallalardan 225 ta vakillar chiqib kelishi rejalashtirilgan edi, lekin holat unandaqa bo'lmadi. O'zingizlar ko'rganinglardek juda ham ko'p 260 ga yaqin odam, rejadan oshiqcha odam chiqib saylovda ishtirok etdi. Bu odamlarimizda, xalqimizda, xususan bizning mahallamizda, aholisida siyosiy ong, huquqiy ong rivojlanib borayotganining belgisi hisoblanadi. May, iyul oylarida bo'lib o'tadigan saylovlarda Andijon viloyatidagi 909 ta mahallada qizg'in jarayonlar belgilangan tartibda amalga oshiriladi. Pistamozor mahallasida bo'lgan saylovda ham yopiq ovoz berish tartibida 113 ta ovoz bilan Akmaljon Rahmonov rais etib saylandi. Endigi maqsadimiz nima? Maqsadimiz mahallani kambag'allikdan chiqarish, uyushmagan yoshlarni uyushtirish, ya'ni har bir xonadonga baraka olib kirish, ularni tadbirkor qilish. Bularni hammasini tadbirkor qilsak, keyin mahallamiz rivojlanadi. 2030-yilga 5 yil davomida qiladigan ishlarimiz, asosiy vazifalarimiz mahallamizni ravnaq uchun, mahallamizni rivojlanishi uchun sidqidildan yurakdan harakat qilamiz, xizmat qilamiz degan maqsadamiz. Maqsadimiz shu, maqsadimiz fuqarolarimizni rozi qilish. Yurtimizda Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan bor mehrimiz shu vatan, shu xalq uchun shiori ostida sog'lomlashtirish oyligi o'tkazilmoqda. Bu tadbirning asosiy maqsadi aholining, ayniqsa ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlam vakillarining salomatligini saqlash, kasalliklarni erta aniqlash va sog'lom turmush tarzini shakllantirishdir. Andijonda ham bu xayrli tashabbus ortidan yuzlab ehtiyojmand insonlarning uzog'i yaqin, mushkuli oson bo'lmoqda bilishimcha. Endi eng murakkab jarrohliklar ham viloyatlar markazida, shahar, tuman shifoxonalarida malakali shifokorlar ishtirokida o'tkaziladi. Bu xayrli harakatlarni boshlanganligiga 3-4 yil bo'ldi. Salomatlik oyligi doirasida Andijon viloyatining olis tumanlarida respublikadan kelgan tibbiyotdagi yetakchi shifoxonalar olimlari, qo'li yengil jarrohlari ishtirokida ijtimoiy reyestrda turgan oilalar vakillari bepul jarrohlik amaliyotlari uchun tayyorlandi va ular ustida o'tkazilmoqda. Andijon viloyati travmatologiya shifoxonasida respublika ixtisoslashtirilgan travmatologiya va ortopediya ilmiy amaliy tibbiyot markazi tomonidan jarrohlik amaliyotlari bajarildi. Bu Andijon viloyatida bir hafta oldin bizani xodimlar kelib, birgalashib, Andijon viloyatida o'sha ortopedik travmatologik kasalliklarni ro'yxati bor edi. Shu ro'yxat bo'yicha yana qaytadan kimga qanaqa operatsiya qaysi joyda qilinadi. Shuni ustida ishlandi. Ayrim bemorlar viloyatning o'zida, ayrim bemorlar tuman miqyosida qilinadigan operatsiyalarda va ayrim kam bu 10% ham tashkil qilmaydi. Og'ir ahvoldagi bemorlar bular Toshkentga yo'naltiriladigan bo'ldi va mana bugun biz o'zimizni brigada bilan Chanoqson bo'g'imidagi
yemirilishlar, kasalliklar, travmadan keyingi asoratlarni davolash miqyosida endoprotezlash operatsiyalarini amalga oshiryapmiz. Bugungi jarayonlar mahalliy shifokorlar bilan o'tkazilishda ham o'zaro tajriba almashish, malakali mutaxassislar o'rtasida master klass ko'nikmalarini shakllantirishda qo'l kelmoqda. Endilikda viloyat jarrohlari shu turdagi jarrohliklarni hech ikkilanmay bemorlarda o'tkazadilar. Buning uchun zamonaviy jarrohlik stoli ham, malakali shifokor ham yetarli. Ortopediya travmatologiyaga oid umumiy 50 dan ortiq shu operatsiya muolajalarni o'tkazish rejalashtirmoqdamiz. Bu sog'lomlashtirish oyi 26 apreldan 26 maygacha davom etadi. Andijon viloyati ko'p tarmoqli markaziy shifoxonasida ham tizza bo'g'inida endoprotezlash jarrohligi o'tkazildi. Bemor aslida poytaxtga yoki xorijiy davlatga borishi kerak edi. Salomatlik oyligi mas'ullari esa bemorning yoniga keldi. Bu operatsiyalar oldin faqat markazda bo'lgan edi. Hozirgi vaqtda viloyat kasalxonalarida va oxirgi 3 yil davomida tumanlarda ham bajarilishi, joylarda bajarilishi yo'lga qo'yilyapti. Juda ko'p tumanlarda, hatto xususiy shifoxonalarda ham bu operatsiyalar bajarilyapti. Mana shu imtiyozli yo'llanmalar asosida shakllantirilib, xususiy shifoxonalarda, rayon, tuman shifoxonalarida ham bu operatsiyalar bajarilyapti mahalliy mutaxassislar tomonidan. Albatta, murakkab jarayonlar bo'lgan vaqtda yoki biz tomonimizdan kelib yordam beriladi, yo markazga yo'naltiriladi. Poytaxtlik shifokorlar tomonidan viloyatda tibbiy ko'riklar, maslahatlar, zarur hollarda murakkab jarrohliklar o'tkazilyapti. Hozirda 50 nafardan ziyod ijtimoiy reyestrdagi fuqarolarda ana shunday turdagi murakkab jarrohliklar bepul tarzda o'tkazilishi reja qilingan. Bizda hozircha shular. O'zingizni, yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Diqqat va sabr. E'tibor uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.